Hali ketdik. Akcham uchun KFC'ni retsepti. Mana KFC kirilishkilari bo'lib olamiz. Bo'lib olganimizdan keyin Yetadimi akcha? ha, yetadi. Tuz solamiz. Buni tuzladik. Mana akcha. Endi kurkuma solamiz. Kurkuma zolotistый sariq rang bo'lib chiqishi uchun. Paprika. Achchiq paprika. Mana sol. Endi ustida suv solamiz. Birinchi marinovat qilib olamiz kirilishkilarni. Mana shu suvning ichida 2 soat tursa, zo'r kirilishki bo'lib chiqadi. Xuddi mana shu tarzda botirib qo'yamiz 2 soatga. Alshi davom etamiz. Endi bitta suv tayyorlab olamiz o'zimizga. Setkasi bo'lishi kerak mana shunaqa. Un, tuz, kurkuma, paprika. Unda o'ziga tuz tashlaymiz. Kurkuma. Marinovkasi xuddi o'sha avval marinovka qilganimizdek bo'ladi. Kurkumadan yaxshiroq solsa, zolotistый svet chiqadi. Bo'ldi, buni aralashtiramiz. Mana kirilishkilarimiz tayyor. Endi ozginasini olamiz. Mana unga tashlaymiz. Mana bir marta unga berib olamiz. Yaxshilab aylantiravering, qo'rqmang. Men bir qo'lda sinema qilganim uchun ozgina noqulay bo'lyapti. Endi qaytib mana bu suvga tashlaymiz. Tegmaymiz. Rosa shunday ichiga tashab qo'yinglar. Asta-asta mana shunday tashladik. Unda ichidan unlarni qoqib olamiz. Mana. Endi shu turishcha setkani shunday ko'taramiz. Bo'ldi. Qaytib unga tashlaymiz. Qaytib unga tashlaganimizdan keyin buni yana yaxshilab unga belab olamiz. Endi kirilishkalarda qo'rqmasdan mana qoqib olaveramiz. Mana buni qaranglar qanaqa chiqyapti. Qovurish uchun jo'natamiz. Xuddi shu holatda. Bitta уже bu xrustyashi hech qayerga ketib qolmaydi. Bo'ldi уже. Yaxshilab unini qoqib olib, mana shu holatda qovursak, usti xrustyashi qarsilloq bo'lib chiqadi.